Azlar uyingizda yoki uchastkangizda ozgina bo'sh joyingiz bo'lsa, mana bunday yangilik stanoklardan olib, kuniga 45 kuba mahsulotni tayyor holatga keltirib, $300 daromad qilish imkoniyatini sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, bu O'zbekistonda yangilik hisoblanadi. Usta akalarimiz ixtiro qilib, yasab qo'yishibdi. Sizlarga bu apparat qanaqa apparat, nima mahsulotlar ishlab chiqaradi va konkret kunlik, oylik daromadlari qanaqa bo'ladi, qisqacha tanishtirib o'tamiz. Albatta, videodan oldin bitta like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana ko'p yillik mutaxassis Ilyosbek bu haqda ma'lumotlarini berib o'tadi. Usta Hormang. Salomat bo'ling aka. Assalomu Sog'ligingiz yaxshimi? Alaykum assalom. Charchamasdan tuzimsiz? Rahmat aka. Xo'p, usta, bu mahsulotni mana 45 kuba mahsulotni tayyor qilib chiqarib beradi, deyapsiz. Bu apparatni nechta odam ishlaydi bunda? Xo'p, 40-45 kuba chiqaradigan объемda kamida 5 ta 6 ta bola ishlaydi aka. Aha. 5 ta 6 ta ish kuchini oladi aka bu. Aha, juda yaxshi. Xo'p, asosan qanday mahsulotlar qurilish sohasiga ishlatiladimi yoki texnika sohasiga ishlatiladimi bu ishlab chiqargan mahsulotlar? Qurilish sohasiga aka va asosan shu hozir dom katta ish qurilishlar juda ko'payib, gazavloydan ommalashib ketyapti aka. Shu narsani kesib chiqadigan stanok aka bu. Aha. Gazavloyimizda razmerda olib kesib chiqadigan stanok aka bu. Juda yaxshi. Demak, gazavloyni 45 kubagacha tayyor qilib kesib chiqarib beradi. Bemalol aka, shuni o'zi bir kunda 45 kuba chiqaradi. 15-16 soat ishlaydi. Juda yaxshi. Oldin bilardik, reskalarni qo'lda kesishardi. Ha, ruchnoy variantlari ham bor aka, video davomida ko'rsatamiz. Kimga qanday qulay bo'lsa aka, keyin hali chiqarish ob'yomiga ham qarab aka, xohlovchilarga aka o'rnatib beryapmiz aka ularni. Demak, bu ish samaradorligini ancha yuqori darajaga ko'tarib beradigan uskuna hisoblanadi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, nech pulga aylanadi? Xo'p, aka, bunimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, vodiy ichiga aka $2000 yetkazib beryapmiz. Vodiy ichiga, bu yog'i Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Pop tumanlariga aka $2000 dastavkasi, ustanovkasini ham ichida qilib beryapmiz aka. Endi qolgan joylarga dastavkasi kelishgan holatda. Voha tomonlarga, misoldan Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan aloqaga chiqishadi aka. Ularga ham misoldan neytral zonagacha yetkazib beramiz shu narx ichidagi. Ustanovkasi kelishgan holatda bo'ladi ularga aka. Yaxshi. Aytaylik, bitta uskunani o'rnatadigan bo'lsa, qancha vaqtgacha garantiya berasizlar? Xo'p, bu reskamizga 1 yil aka, xudo xolasa, servisiga ham, hamma yo'g'iga, reduktor, motor, hamma narsasiga 1 yil kafolat beramiz aka. 1 yil ichida buzilib va boshqa bo'ladigan bo'lsa, remont hamma yo'q besplatni ichida qilib berishadi. Yaxshi. Tok qanaqa tokka ishlaydi? 220-380 tokka bemalol ishlaveradi. Hozir O'zbekiston sharoitidagi 220 tokka ko'p zakasi tushgani uchun hammasini 220 ga moslangan aka bular. Reduktorlar ham xohlasa yaxshisidan yangi holatda korobkani ochib qo'yilgan aka ular. Juda yaxshi. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, mana avtomat reskalarning narxi, ma'lumotlarini qisqacha aytib o'tib ketdik. Materiallarga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Anchagina baquvvat materiallardan yasab qo'yishgan ekan. 45 kubagacha gazobloklarni bemalol kesib, ish quvvatinglarni oshirish imkoni sizlarda mavjud. Bemalol reskadan foydalansanglar bo'ladi. Endi keling, gazoblok haqida ham ma'lumot berib ketaylik. Ularni qancha ishlab chiqarsa bo'ladi, nech pul daromad qilsa bo'ladi, ya'ni gazoblok ishlab chiqarib. Xo'p aka, mana bu. Buni bir olib o'tib ketaylik mana. Hozir aytganingizdek, mana ruchnoy reskada kesilgan aka bu. Mana sal taram-taram olib chiqqan aka bunimiz. Tonlardan ko'rinishi bu avtomat reskada kesilgan aka, mana ikkalasi farqi bor. Yo'l standartga bu javob beradi aka, davlat qurilishi bezatkasi oladi aka uni, hech qanaqa hali prezidentga qilmaydi aka. Bundagi sal nimadir bo'lib qolishi mumkin aka. Qo'lda kesilgani bilan qolishi mumkin, ha. Davlat katta tashkilotlarga o'tmay qolishi mumkin bunisi. Bunisi kak bo'lishni o'tadi aka. Yaxshi. Gazobloyda tayyor holati shunday bo'ladi. Ha, tayyor holat. Bu 20-30-60 razmerda kesilgan. Endi bunimiz avtomat reskamiz razmerlariga 10lik kesadi, 12lik, 15lik, 20lik, 25lik, 30lik, 40lik, 7 xil razmerdagi kesib chiqariladi avtomat reskam. Lekin bitta yaxshi plyus tomoni aka, endi ko'p yerda o'sha ko'rib tushunib yurganlar bor aka. Knopkada bitta odam ovora bosib turadi-da avtomat reskam. Buni shunaqa tayyorlagansak aqlli qilib, bitta knopkani bosib, o'sha keyingi qolib olib ketaveradi. Bu yerda bitta odam ovora bo'lib turishardi. O'zi avtomatik kesib, sensorli datchiklar bor aka, o'zi tepaga chiqib, o'zi to'xtaydi aka. Ko'p yerdagi, ko'p joydagi 70%, 80% yerda bitta odam knopkada turadi avtomat reskada, обязательно aka.
Shuni oldin olgan holatda ana shu odam ham ana shu yerda bekor turmasligi uchun shu narsani o'ylab qo'yganmiz aka. Sensorli datchik o'rnatilgan unga o'zi avtomatik kesib, joyiga yetib borgandan keyin qaytib chiqib ko'taradi aka o'zi. Bu ham Qulaylik tomonlama. ish samaradorligini oshirishga hissasini Albatta. qo'shadi. Xo'p, endi buni qarang. Kesishini tushuntirdik aka, gazoblokni tushuntirdik. Endi buni apparatini ham tushuntiraylik, qiziqadiganlar bo'lsa. Allohga Albatta. xohlasa bu aka mishalkalari buni biz. Bu liniyani mishalkasi aka bir joyda turadigan aka ular. Rushtoy variantda tashlanadi, xohlasa lentalik, torozlik, qanaqasi kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Endi bu hozir 30 ming, 35 ming, 25 ming dollardan zavodlar boshlanyapti aka. Kimdir endi hali shu biznesga qiziqib turgan akalarimiz bo'lsa, qilishga sharoit yo'q joylardan to'g'ri kelib qoladi aka velosipedda. Xo'p aka, o'rtachasini 6,5 ming, 7 ming dollar atrofidan chiqarib beryapmiz aka. Qo'l avtomatikni, ruchnoy ish bo'ladi. Qum semi hammasini bolalar o'zi tashlaydi aka. Avtomat riskalarni kesib chiqaradi. O'sha kasbni ham beradi aka buni. Yo'q, menga yana ham qulayroq deb turib lenta so'ragan akalarimiz, lentalarni o'rnatib beramiz. Mishalga sal teparoq ko'tarib, hali bo'y barabariga tepaga olib chiqib tashlash shart ham qum semenlari o'sha lentaga tashlab tursa o'zi olib chiqib tashlaydi aka unga. Uni ham qilib beraverasiz. Qanday variant, qanaqa usulda kerak bo'lsa qilib beriladi aka hammasini. Ilyosga e'tibor beryapman. Bu mishalkamiz yangilikka o'xshayapti. Ha, xudo xolasa aka, oldin hali turbani o'zini motorga qo'yib tepadan sanchib qo'yardi aka. O'shani hozir yonboshga olib o'tyapmiz. Xudo xolasa, nima desam bo'ladi? Ishlashda ham udobniyroq, xalaqdan beravermaydi, keyin qandaydir bir sababga ko'ra motor kuyib qoldi yo boshqa bo'lib qoldi, motorni o'zini yechib remontga berib yuborsa bo'laveradi. Polni o'qlarni bo'shatib chiqarib, o'qini chiqarib qayta solish shart emas ekan buni. Demak, bu holat yana ham qulaylik tug'diradi. Mana akalar. Motorni o'qiga nagruzi kelgan taqdirda ham aka, motorimizga kuch kelmaydi aka, xalosda aylanib turaveradi. Sizga misol haligi bitta-ikkita hali kuyib yurmagan, tushmagan bolalar bir qop semenlarga ichiga o'ntaraveradi-da. Bunday misol 40 lik turbaga 50 kilo ustiga narsa tushsa aka, albomda ekilib ketadi. Shularni oldin olgan holatdagi yonboshga olib qo'yamiz. Azizlar, mana xohlasanglar, xuddi shunday mishalkadan xohlasanglar, mana bu ko'rinishdagi mishalkalarni olib foydalansanglar bo'lar ekan. Xo'p, ishlashini ko'rsak ekan uni xudo xolasa 224 ga moslashtirilgan ekan ular. Shovqin unaqa baland emas ekan. Gap yo'q. Bemalol xo'jalikda foydalansa bo'lar ekan. Albatta aka, unaqa baland ovozli shovqin ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Qoliplarimizga to'xtalsak aka, qolipimiz bu yoqda ochilgani ham, bu yoqda hammasi upakovka tashlaganmiz aka. Bo'laveradi. Qoliplarimiz aka, nol 43 formadan boshlanadi aka, yarim kubalik. Xo'p, 12 dona chiqaradi, 20-30-60 razmerdagidan. 10ligidan 24 ta chiqaradi, bir dona qolipimiz, perga o'tgan ekan. Xo'p, qoliplarimiz aka materiallari toza rassiski, toza magnet 3 disdan tayyorlangan, rasvor ushlab qoldi, rasvor oqib ketdi degan narsa bo'lmaydi aka bu qoliplarda. Xudo xolasa eng oxirida paklanib chiqib turgan qoliplar. Albastrda yamalar ko'p yerda ko'rgan bo'lsam, misol e'tibor berib yurganlar bo'lsa, 70-80% joyda albastrda yamaydi qolip uchun. Shuni yamamaydigan qilib tayyorlangan aka shuni. Xudo xolasa bir tom suv oqib chiqib ketmaydi aka ichidan. Xudo xolasa. Xo'p, bir komplekt misol qoliplarda nimalar bo'ladi? Xo'p aka, ish boshlash uchun aka bundan bir dona mishalka kerak bo'ladi aka, mana orqasida turibdi. Bir dona mishalka kerak bo'ladi aka. Bu tayyor holatdagisi. Bu tayyor holatdagisi. Shablon reskamiz aka. Bu ruchnoy kesadiganmi yo? Ruchnoy kesadigan aka. Bu nariga ko'rsatganimiz avtomat o'zi kesadi. Bunda ikkita bola kesadi bunda. Ikkita odam o'g'irib turadi bunda. Ikkita qolipimiz. Bir tonnali suvonkisimiz aka, tepada 110 litrli suv isitadigan bochkalarimiz bor. Montaj tayyor holatda boradi aka ular. Motor, suv, tors, obratga hamma narsasi bor. Necha pulga aylanadi shu aytgan komplektlar? Xo'p, shu turish aka hozir 1600 dollardan vodiy bo'ylab dastlabki ustunlikka qilib beryapmiz aka. Qolgan joylarga kelishilgan holatda qilib beramiz aka. 1,5 ming dollar, 1400 dollardan sotishyapti aka. Hamma narsa ham endi hali tayyor bo'lgan puliga qarab narx chiqadi aka u narsa. To'g'ri. Xo'p, nechta odam ishlaydi bunda? Bunda aka hozir ikkita odam ishlaydi. Bunda ikkita odam ishlaydi. Hozirgi havodagi bir marta kuyish oladi xolos qolibga. Misolan, eng kami aka 10 dona qolip bilan boshlasa aka